Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Biz katta Chimyon cho'qqisiga yo'l boshlaganmiz. Yo'limizni boshlaganimizga taxminan yarim soat 40 minut bo'ldi. Imkon qadar yo'lni to'liq ko'rsatishga harakat qilaman. Bugungi chislo necha Baxtiyor? 29 mi bugun? Bugun 29-iyun. Naryoqda cho'qqi. Hali ancha yurishimiz kerak. To'liq yo'lda yozib borishga akkumulyator ham, fleshkani xotirasi ham yetmasa kerak. O'shaning uchun ora-orada to'xtatib qiziq qiyin joylarni videoga olib berishga harakat qilaman.